Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan shu katta hovlini e'tiborlaringizga havola qilaman. Местоположение tushuntirib o'tamiz. Raycenter kadastrdan o'tgandan keyin hokimiyatning orqa tomonidagi ko'chalardan birida joylashgan uglovoyda qurilgan katta hovli. Shuni birgalikda ko'rib, tanishib chiqamiz. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, shu ko'chasini ug'ulunda joylashgan. Eldilerinde şimdi zilonli zonaları var. Deverekler polni ограждение etilgen. Yan tamamından garaj kısmı. Hemmesini sizlere gösterip danıştırıp ötəm. Основной vxod yine birden boladı. Ümumi meydana dostlar 1000 kvadrat mücayımızı uglavo isapına yine görüp turamsanızlar. Bağları katta bo'lib tushgan. Ko'chasam yomon emas. Raycenter hokimiyatni arka tomoni. Joyimizni yan bosh qismi yine birda yine garaja giriladi. Ichan qismidan ko'rsatib o'tamiz. Deverek shunday katta bog' etilgan. Mevalar yurtdurslar bexi, yanda yine annapidasam bor ekan, uzumlar. Las yeri ko'p. Yine shaftalisam bor ekan. Tinch, ajoyib место, точкasi zo'r. Ограждениялар ham 100% o'rab olingan. Şuradan girib boramiz. Görüp turasınızlar, fasad kısmı. 100% yan başlar şimdi istişare etib o'ralgan üzümlər, ajoyib ekan üzümlərimizni ko'rsatib o'tdik. O'zi bu yil ko'z değməsin. Üzümlərin yükü zo'r. Görüp turasınızlar. Yine şu to'rdan boradigan olsak, garaj kısmı ham bor. Endi uyni ichki qismini o'tamiz. Shu darvozalardan girib boramiz. Darvozalar ham taxtadan ajoyib etib avvalgi stilda o'tilgan. Şimdi giramiz. Bismillah. Girib boramiz. Yine bir giriş kısmı. İçinden girip geldik. Girgenimizde 10 kolumuzda bir de ataplinesi joylashgan. Şimdi atapliniya kafilla urilgan ekan. Dalan. Şimdi katta dalani bor. Xonaları o'ng tomonida va chap tomonida. Shunda yana ko'rib turalaringizdek dalanni kattaligini e'tibor etinglar. Eni 4 metr bu dalanlar dostlar. Uzunasına 15 metr. 4'e 15 metrlik katta dalan. Şu chap tomonidagi xonalardan başlasak. Uglovoy joy. Bu yerda bir spalnyasi bor. Mana aynasi alt qismına qarab tushgan. Joy mo'shni etib qurilgan do'stlar. 2 qavatga mo'ljallangan ekan bu. Birinchi qavati silikat, ikinchi qavatini qurib davom qildirsangizlar bo'lar ekan. Chunki beton plitalar bilan bostirilgan ekan. Usti shuni hisobına yana ikinchi qavatini davom etib переделка kursangizlar bo'ladi. Bu yeri zal qismini. Ikki oynasi ham uyni alt fasad qismidan ko'rdingizlar, alt qismına qarab tushgan. Alt köşeye, yan baş köşeye, yani zallı tushgan variantdagi. Yine shunday katta xona
zal. Doğruda bir kichkina spalnyasi bor. Bu yerda bir spalnya. Yana bu tomonda yana bir spalnya. Balandligini e'tibor etinglar, balandlik ham zo'r joyni. Aziz do'stlar, mana dolani va o'ng tomonida 3 ta xona, chap tomonida 2 ta xonani ko'rib oldik. Endi dolani to'rindan keyingi xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. O'ng tomonga o'tsak, bu yerdan bir katta zal bor. Xonalar juda ham ko'p. Bemalol 2 oila, katta 2 oila ajratib yashaydigan joy. Bu aynalar bog' tomoniga qarab tushgan, tarafini ham hozir ko'rib olamiz. Moshina yetib qurilgan joy. Bu yon tarafini ko'ramiz. Yerdan shunday kichkina spalnya xonasi tushgan. Salon to'rindan oshxonasi, sanuzul va terrasa, bog' tomonlari va ikkinchi qavatga chiqiladi. Bu yerda sanuzul joylashgan, sanuzulni ko'rsatib o'taman. Kattagina sanuzul, suv qizdirish apparatlari, kotyoli ham bor, отдельный. Hamma yeri shunday kafel bo'lgan, shunday sanuzul. Ina bu yanında oshxonasi joylashgan. Oshxonasi ham kattagina. Bu territoriyada suv, svet, gaz bu narsalardan muammo yo'q. Endi olib turib joyimizni osvejit etib, chiroyli qilib remont qilsangizlar, top-toza zo'r joy aylanadi. Bir de endi ko'p yillar bo'ldi yashalmay turgani uchun shunday holatda joyimiz zinantemiz. Kladovkasi. Endi ikkinchi qavatına chiqib boshqa xonalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Shu zinalardan chiqib boramiz. İkinci qavatda bir boshqacha hozir ko'rasizlar. Edi shunday katta zal tushgan. Avvallari to'ylar berilgan vaqtda shunday katta zallarda odamlar o'tirib, san'atkorlar qo'shiqlarni aytib, to'y tomosha etganlar. Aynadan qaraydigan bo'lsak, bu yonbosh qismi. Bir de yine naves onda garajni darvozasi. Şimdi katta bir zal tushgan. İkinci qavatında. Bir yanında yine balkon. Şuradan çıkıladı balkona. Şimdi balkon. Yine bir narsani aytib o'tamiz. Shu yerda chirdaki bormi? Shunday chirdak. Mansard. Shu shifrni olib tashlab ikkinchi qavatni beklasangiz da bo'ladi ekan. Chunki shunda yana beton plitalar bilan bostirilgan joyimiz. Silikat kirpich. Bemalol ikkinchi qavatini yana beklashlaringiz mumkin. Mobodo kerak bo'lsa. İkinci qavatini ham ko'rib oldik. Endi bog' qismiga chiqamiz. Yine bir ayvon yine. Bog'da gullarni ekib, shu yerda bemalol o'tirishni aytsin. Tochka zo'r. Tinch yer. Arka tomonlarni ham ko'rib o'tamiz endi. Mana bu bog' qismi. Bunda podvali ham bor ekan. Podval qismi narsalaringizni qo'yib qo'yish uchun mo'ljallangan mesta.
Mana bu yerda yana letniy kuxnyasi bo'lgan. Bu yanında kladovka. Bu yerda yana kladovkasi. Stеллажlar ham mana tayyor holatda turibdi. Olib tuzishtirib yashasangizlar вообще zo'r. Katta territoriyasi zo'r, uglovoy. Bu yerda yana tandirxonalari bor. Somsa ne yapamam desengizler. Yana bir garaj kısmı. Garajni ya ko'cha tomonidan aytib o'tdik. Bu yerda qo'shimcha yana sanuzul. Linoviy satilgan bu yerda. Hem ko'rsatib o'tdik yine. Oy bak. Naviz bellarina. Qishchatka atilgan. Şimdi garaj. Maşinanızı şöyle koyup koyarız. Xullas ishning joyi do'stlar, joyimiz juda ham katta planirovka etilgan. Podvali. Ana ko'rgan bo'lsangizlar, mangallar ham bor ekan. Shashliklarni pishirib, shu yerda gullarni ekib berib, toza havoda o'tirib, dam olishini aytsin. Bog' qismini ham ko'rib oldik. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan umumiy maydoni 1000 kvadrat, qurilish maydoni 600 kvadratga ega hovli joyimiz shu edi. Kimda kim shu joyimizga qiziqsa, videorolikimizni past qismida telefon raqamlarini katta qilib yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib joyimizni ko'rib savdolashib sotib olaverasizlar. Videoroliklarimizni hemen like'larni bosamiz va albatta podpiska etib qo'yamiz aziz do'stlar. Chiroyli kommentariyalarni yozib qoldirishlaringizni so'raymiz. Chunki inchalik ko'p kommentariy, inchalik ko'p like bosadigan bo'lsangizlar, xalqimizga yordamlaringiz deyadi. Ko'p odam bu videorolikdan bahramand bo'ladi, rekomendatsiya yaxshi bo'ladi YouTube kanalimizda. Sog' bo'ling, omon bo'ling.